Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, qadrli obunachilar, aka-ukalar. Mana bugun navbatdagi Qashqadaryoga tayyorlanayotgan 4 ta darvozamiz mana kraskaga tayyor holatda. Bittasini kraska sepib mana chekka taklab qo'ydik. Xudo xohlasak 3 kunda Qashqadaryoga borib uстановка qilib beramiz. Mana yarim 2 qavatli darvozalarimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin kraskadan oldingi holatlari. Kraskaga tayyor, xudo xohlasa bugun kraskalarni sepib chiroyli qilib 3-4 kunda borib uстановка qilib beramiz. Akalarimiz o'sha kanalimizdan ko'rib, reklamalardan ko'rib zakaz bergandi, borib joyda o'zimiz o'lchab mana tayyor qildik. Xudo xohlasa 1 oy deganda tayyor bo'ldi. Bu darvozalarimiz 4 ta bo'lganligi uchuncha vaqt oldi. Endi ham havolarni ham ko'rib turibsizlar aka-ukalar. Xullas bu darvozalarimizni 1 kvadrat metrini 1.100.000 so'mdan tayyorlab berdik. Darvozalarimizni bularning narxlari 1 kvadrat metrini 1.100.000 so'mdan, stoykalari 12 lik shiviller bo'ldi. Profillari 1.7 tenada bo'ldi, 6 ga 4 1.7 tenada, 2 lik list ustiga 1.1 lik bunday bark listlar bosildi mana. Bu darvozalarimiz arzonroq variantlari ham bor. O'sha stoykalar 10 lik shiviller, ichidagi profillar 6 ga 4 1.5 lik, listlar 1.8 lik listdan bo'ladigan bo'lsa 1 million so'mdan ham tayyorlab berilaveradi. Bu darvozalarimiz o'sha materiallari ancha qalinligini hisobiga narxlari qimmatroq chiqdi. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, uстановка mavjud. Darvozamizning navesi ham bor. Navesini ham tayyorlaganmiz. Tepasiga navesi ham tayyor, leksarli bo'ladi navesimiz ham. O'sha darvozaning oldidagi kaziroga. Bu darvozalarimiz eniga 3.35, bo'yiga 3.30 razmerga tayyor bo'lgan. Mana bu yerda ikkitasi bor. Mana uchinchisi tayyor bo'lgan kraskaga, narigisi ham xudo xohlasa tayyorimiz ham. Hurmatli aka-ukalar, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa obuna bo'lsalaring keyingi qo'ygan videolarimizni bemalol ko'rib tomosha qilishlaring mumkin. Keyingi uстановка jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'ling.